dunyo keltirgan ota-onamizga katta rahmat. Alkışlatırabız. Omad ketsa hamma kulgur ustunda, faqat sizning ko'zingizga yosh keldi. Fakirlaringizni ko'zimdan suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizga o'tiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni, o'g'il bo'lib yoningizga o'tiray. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim, onajon. Bittagimiz hazırlamasın. Rahmat, hammalarga kattakon rahmat, juda xursand bo'layman. Shu bizning ikkalamiz dunyo keltirgan ota-onamizga kattaxon boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Bizni mana shu hech kimdan kam qilmasdan mana shu katta qilib kiyintirgan mana shu ota-onalarimizga kattakon rahmat deymiz. Xudo xolasa hammalaringiz xonadonlaringizga mana shunday yaqin to'ylarga borib biz hammamiz mana shu yerda o'tirganlar nasib qilsin, xizmat qilish nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Rasmga olib turaverasiz. Onajon, turing. Onajon. Ona. Onaginam. Onaginam Dorul omon kunlar keldi, shafaqlaring ol. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Mana shu Quyosh beyni onalari bundan ancha yil avval Quyosh beyni dunyoga keltirganlarida xursand bo'lgan, reroqdash iltimos. Xursand bo'lgan ekanlar, ozgina deb turasiz. Xursand bo'lgan edilar.